Savol. Assalomu alaykum ustoz. Dollar mablag' solib ko'paytirish maqsadida yem-xashak bilan sut inaklarini beqiyotgan edim. Tish muzaylar o'zimga qaradi, erkak muzaylarni yo'g'ontib setib, puliga yem-xashak olaman. Zakatni qanday hisoblashni bilolmadim. Sarmoyam dollar bo'lgandan keyin dollar bo'yicha hisob qilsam to'g'ri bo'lamdi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Sizning qilayotganingiz ikki ishni o'z ichiga oladi. Biri sut inaklarini beqib sut ishlab chiqarish, yana biri kallani muzayiltib, avutib, tishisini sut ishlab chiqarishga ilib qolib, erkaklarni setish. Bu ahvolda sut ishlab chiqarish va muzayiltishga baqqan tishkala va tug'ilib unuga qo'shib etilgan tish muzayillar tijorat tovarlari doirasiga kirmaydi. Yil bo'yi yoki yilning ko'p qismida yem-xashak bilan beqiladigan bo'lg'achqa unuga zakat kelmaydi. Ishlab chiqargan sut bilan setilgan muzayillarning pullari yem-xashakka va boshqa chiqimlarga sarf qilinib, qo'lingizda bor naqd pul 85 gram oltin qimmatidagi bugungi bahoda 6000 dollarga yoki shuning qimmatiga yetsa qo'lingizda bor naqd pulga 40 dan biri, ya'ni 2,5% zakat ayirasiz. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda doktor Abdulaziz rahmatulloh.